Hurmatli tadqiqotchi va kuzatuvchilar, demak, hozir aytgan nazariy va amaliy bilimlarimizni endi test yordamida, konkret test yordamida tahlil qilib ko'ramiz. Bizda birinchi testimiz bu S-Wilk for Normality test, ya'ni buni Shapiro-Wilk testi deb nomlanadi. Uning H0 gipotezasi faqatgina normal holatida qabul qilinadi. Keling, mana shu testni o'zgaruvchilarimizni o'zgartirgan holatida stataning common qismidan berib ko'ramiz. Demak, yoshingiz, kasbingiz, jinsingiz va muammoga ideal yechim. Demak, biz aytdik, test 5 ta shartga javob berish kerak. Ya'ni birinchi shart bu testning nomi bo'lishi kerak edi va bizda Shapiro-Wilk test for normal data. Bunda bizda o'zgaruvchilarimiz 4 ta o'zgaruvchini tanlab oldik. Yoshi, kasbi, jinsi va muammosiga ideal yechim. Va bunda bizdagi o'zgaruvchi patsientlarimiz soni har birida 101 nafardan tashkil topgan va bizda Z testning natijasi ko'rib turganingizdek, mana bu yoshingiz holatida va jinsingiz holatida 0.01 dan kichik chiqmoqda. Ya'ni bunda biz H0 gipotezani inkor qilib turib HA gipotezani qabul qila olamiz degan mazmun kelib chiqadi va bunda biz S-Doc funksiyasini ishlatganligimiz sababli biz natijani stataning result qismidan emas, balki myfile.doc orqali Wordga ko'chirilgan holatini yuklab olish imkoniyatiga egamiz. Lekin ta'kidlab o'taman, bitta myfile.doc yopilmasdan turib ikkinchi myfile.doc ochilmaydi. Agar sizning myfile.docingizda bundan oldingi testlar natijasi ham saqlanib turgan bo'lsa, eng oxiriga tushadi. Mana eng oxiriga tushish Shapiro-Wilk test hech qanday o'zgarishlarsiz oxiriga kelib tushdi va bunda biz buni kerakli maqolamizga yoki dissertatsiyamizga o'tkazib bo'lganimizdan so'ng bu bizga kerak bo'lmaydi. Bu fayl va buni o'chirib turib keyingi buyruqdagi natijani myfile.doc orqali ko'chirib olishimiz mumkin bo'ladi. Va bunda hozir tahlilimizda ikki xil holatimizda bizda H0 gipotezani rad etish va HA ni qabul qilish imkoniyatiga egamiz. Ya'ni bizning o'zgaruvchilarimiz bir-biriga ta'sir qilmaydi degan gipotezani ilgari sura olamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, regressiya holatida ham yoki boshqa natijalarda ham agar siz natijani Wordga ko'chirayotganda Microsoft Office tizimlari va kompyuterning o'zining xususiyatlariga ko'ra natijalar sakrash holati kuzatiladigan bo'lsa, har doim oldiga S-Doc qo'shimchasini qo'shib tahlil qilsangiz sizga myfile orqali natijalarni ko'chirib bera oladi. Demak, muammoga ideal yechim Y bo'ldi. Yoshingiz, kasbingiz, jinsingiz X bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, yuqorida faqatgina natija oynasi orqali ko'chirish imkoniyati bo'lsa, endi S-Doc funksiyasi orqali ham ko'chirish imkoniyatiga egamiz va bunda hech qanday o'zgarish kuzatilmaydi.
va biz natijalarimizni print ham qila olamiz. Faqat buning uchun biz ishlatayotgan kompyuterimiz bilan printerimiz o'rtasida integratsiya bo'lgan bo'lishi kerak. Xo'p, shuning bilan hurmatli kuzatuvchilarimiz, bugungi video darslarimiz o'z nihoyasiga yetdi va keyingi darslarimizda endi avtokorrelyatsiya va undan keyingi modellarimizni ko'rib chiqamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.